Assalomu alaykum qarindoshlar. Men bu qisqa videoni asosli Pythonning compiler yurgizgich yoki tahrirlagich ne ba'zi qarindoshlar o'ng tarafdagi belgini chiqarolmabdi. Pythonni ijro qiladigan bu belgini chiqarolmabdi. Odatda video bo'yicha qilsangiz chiqadi. Endi chiqarolmaganlar YouTube qayta qilib qo'yganlar eng avval Python'ninki eng yangi nashrini tushirsizlar. Hozir Python 3 bor. 3.9 mancha Python eng avval tushiringlar. Anandaki ikkinchi ulab Visual Studio Code'ni tushiringlar. Visual Studio Code'dan ichib qistirmani extension'ni mayadan qistirib tushiringlar. Odatda men sol taraf qarasanglar mana miyada Python'ninki eng yangi nashr tushigini chiqib turdi. Men bu qayerda? User local bin Python 3.9 mana shuni tanlab. Emniyet otomatik tanlaydi bu tushirsangiz, otomatik tanlaydi. Bu tushgan yerdan Python'ni ne tushgan bo'lsanglar, shuni tanlab qo'ysanglar bo'ldi. Ondan chiqadi bu. Endi bu chiqimiz qanday qilamiz deganda to'xtab qolishning o'rni yo'q. Siz qaysi compiler, ya'ni yurgizgich yoki tahrirlagich bo'lsa, shuni ishlatib bo'ldi. Mail Eclipse ishlatgan bo'lsanglar yoki Intel'ga ishlasanglar bo'lardi. Yoki men hozir endi so'zlagan gapni chiqarishni tushunmagan bo'lsanglar, Tor'da yurgizgich bor. Shunga o'xshaydigan Tor'dilam. Bir Tor adresini kiriblam yurgizaveramiz. Hozir bek qulay bo'lib ketdi. Men tavsiya qiladigan 4 ni qoldirib ketay Tor adresini. Mush YouTube'ning ostida qarsanglar bor. Shuningdan kirsanglar bo'ldi. Sizlar Google'ni ichib inglizcha Python compiler online deb kirgizsanglar qator tizimlik chiqadi. Tor'dilam. Buning ichida men tavsiya qiladigan mush 4 ni ichib qo'ydim hozir. Ostiga mush YouTube'ning ostiga qoldirib qo'yma. Tor adresini yoki siz Google'dan izlasanglar bo'laverdi chiqadi shu. Mushna Python compiler online deb izlasanglar. Buning ichida birinchisi W3 schools.com maninki. O'xshash. Masalan, bu qanday desanglar, biz o'rganganini mushunda ijro qilsak bo'laverdi. Bu Torbetning yuzlam. Masalan, bir listdan birini qo'ysam, ma uyg'urcha tanishilibdi ekan. Student marks deb qo'ysam, 4 bek azib qoldi. 89 70 60 100 deb qo'ysak, buni qanday bisib chiqardik? Print qilib student marks. Endi mana run mushni bassaq, o'ng tarafda ijro bo'lib chiqadi. Mana hello world ijro bo'ldi demakchi. Mushundan Torbetdan bevos ishlasanglar bo'laverdi. Visual Studio Code'ni qila olsanglar yaxshi, qilamsanglar hech qisi yo'q. Ma'nodan foydalanib hozircha o'rganib turinglar. Buningdan boshqa qanday? Nurg'un Torda bekchiq haqsiz yurgizdigan qarsanglar mana masalan maninki execute ni bassanglar yurgizdi. Mana hello world chiqdi. Maninki mana run ni bassanglar mana hello world chiqdi. Maninkida qanday? Mana run yerda bassanglar hello world chiqadi. O'g'in aytsak yo'l bekchiq. To'xtab qolmanglar. Buni nurg'un emas, bir qism az qarindoshlar qilamag'a chiqaman men maqsad ishildim. Mushundan bo'lsin ishlatib turinglar. Men ostiga, mush YouTube'ning ostiga qoldirib qo'yma Tor adresini yoki men bayam degandek Google'dan o'zingiz izlasanglar bo'lardi. Mushundan o'rganib darsni.